Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi nutqimda sizlarga BirXBet platformasidan ro'yxatdan o'tish jarayoni haqida batafsil va tushunarli qilib gapirib bermoqchiman. Agar siz sportga qiziqsangiz yoki onlayn o'yinlar orqali qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bu ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ladi. Avvalo, BirXBet bu butun dunyoda mashhur bo'lgan onlayn platforma bo'lib, u sport tikishlari, kazino o'yinlari va boshqa ko'plab xizmatlarni taklif etadi. Ushbu platformadan foydalanishni boshlash uchun esa birinchi qadam bu ro'yxatdan o'tish jarayonidir. Ro'yxatdan o'tish juda oson va ko'p vaqt talab qilmaydi. Siz avvalo rasmiy saytga kirishingiz kerak bo'ladi. Saytga kirganingizdan so'ng, yuqori qismida joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Shundan keyin sizga bir nechta ro'yxatdan o'tish usullari taklif qilinadi. Telefon raqam orqali, email orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali. Eng qulay usullardan biri telefon raqam orqali ro'yxatdan o'tishdir. Siz o'z telefon raqamingizni kiritasiz va tasdiqlash kodini qabul qilasiz. Ushbu kodni kiritish orqali akkauntingizni faollashtirasiz. Shuningdek, email orqali ro'yxatdan o'tishda ham xuddi shunday tasdiqlash jarayoni mavjud. Ro'yxatdan o'tish jarayonida juda muhim bir jihat bor, bu promo kod kiritish. Agar siz ro'yxatdan o'tayotganda maxsus promo koddan foydalansangiz, siz qo'shimcha bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin. Bugun sizlarga tavsiya qiladigan promo kod bu BirXBet Pro. Ushbu kodni kiritish orqali siz platforma tomonidan taqdim etiladigan bonuslardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Promo kodni kiritish odatda ro'yxatdan o'tish formasining maxsus maydonida amalga oshiriladi. Shu joyga BirXBet Pro kodini yozishni unutmang. Bu sizga boshlang'ich depozit uchun bonus yoki boshqa aksiyalarni olish imkonini beradi. Ro'yxatdan o'tib bo'lgach, siz o'z akkauntingizga kirasiz va hisobingizni to'ldirishingiz mumkin. Platforma turli xil to'lov usullarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa sizga qulaylik yaratadi. Hisobingizni to'ldirgandan so'ng esa siz sport tikishlari yoki boshqa o'yinlarda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, har qanday o'yin yoki tikishda mas'uliyat bilan yondashish juda muhim. Bu ko'ngilochar faoliyat bo'lib, uni nazorat bilan amalga oshirish kerak. Xulosa qilib aytganda, BirXBetdan ro'yxatdan o'tish juda oddiy. Saytga kiring, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, ma'lumotlaringizni kiriting va eng muhimi, BirXBet Pro promo kodidan foydalaning. Shunda siz boshlanishidayoq qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Omad tilayman.